Son va men qotillikni 5vs5 o'yinini aytdim, mana o'shani ham o'ynayapman. Men o'sha o'yinni mazza qilib o'ynayman deb sizlarga va'da berib qo'ydim. Shu adam Ramazon aynan shu oyda tabriklayman albatta. Shu oyda esimga tushib qoldi. Avvalo tabriklamagan uchun avval uzr so'rayman, chunki tabriklash juda qiyin bo'ldi, esimdan doim chiqib ketaverdi. Voy, sen kimsan? Dushman yoki yovuz? Dushman yoki yovuz? Fan deganlar menimcha mening do'stim emas. Hech kim mening do'stim emas. Do'stlar unutinglar. Hech kim mening do'stim emas. Hech kim. Ko'rganimni yo'yaman. Ko'rganimni yo'q qilaman, yo'q. Qani menga qarshi chiqishi yaramas. Hammasi bot bo'lganda, yashillar menimcha mening do'stim edi. Yoki yo'q. Men ko'rganimni yo'yaman. Xohlaganimni yo'yaman deyapman. Mana senga. Bilmaslar, pichoqchilarni o'ldirish kerakmi? Pichoqchilarni, fan deb yozilganlari men do'stim ekan. Mana sen. Meni boya o'ldirganing uchun. Bu chegara ekan do'stlar, yo'maydi. Stop, hozir meni o'ldirishdi. Hozir men ularga ko'rsat. Ko'radiganlarni ko'rsataman. Ko'rmaydiganlarni ham ko'rsataman. Voy, ular otilib ketdi. Men bu o'yinda umuman sherif bo'lgim kelmayapti, chunki menga o'ldiruvchi yoqadi. Personajga gap yo'q. Gap bor, to'g'ri, lekin gap yo'q. Qalaysan? Tushunarli. Yashillar mening do'stim bo'ldi. Tushundim, do'stlar. Dushman amami mening do'stim, menimcha. Chikdi. Do'stlarim ham sherif bo'lishlari mumkin, ham o'ldiruvchi bo'lishlari mumkin. Tushunarli. Endi tushundim. Umuman boshqa narsani nazorat tutaman. Yana qanaqa joylarda paydo bo'layman, do'stlar? Men bir narsani o'ylab qoldim. Ba'zi youtuberlar o'zlarining youtuberlarini har xil nomlar bilan chaqirishadi. Men ham sizlarga meni nom bilan, qaysidir nom bilan chaqirishim meni kerak-ku, to'g'rimi? Agar bu kerak deb o'ylasanglar, men hozir sizlarga ism topishim kerak. Agar meni hozir qo'yganim yoqmasa, kommentariyada yozib qo'yinglar. O'shanisini qo'yamiz. Sizlar like va obunani aniq bosinglar. Bo'lmasa men xafa bo'lib qolaman. Sen do'stimsan? Fan deb yozilganmi? Do'stimsan. Yaramaslar pichoq tiqib tashlash ham yo'q. Oyog'imga. Pichoq otish hozir befoyda. Borib yoyish kerak. Muhimi bitta yo'nalishda harakatlanmaslik. Voy, meni yo'q qilish do'stlar. Yana birorta bema'ni joyda paydo bo'lsam, do'stlar, hoziroq respawn bo'lamiz. Xo'p. Yaxshi, endi qayerda paydo bo'lamiz? Voy. Bo'ldi. Sizlar qo'limga o'g'limni o'taman. Mana buni yo'q qilamiz. Yo'q, shart emas ekan. Yo'q, bomba do'stlar. Nega otilmadi? Yo'q do'stlar, bu juda ham achinarli. Shuning uchun men o'ldiruvchi bo'lganim yaxshiroq. Dushmanlarim kamperga o'xshaydi. Ho'pa. Yig'ib turamiz-da. Hozir menga hech narsa bo'lmaganda ko'rsataman, ammo borib turib yoyildim. Otishni unutamiz do'stlar. Voy, bir soniya do'stlar. Do'stlar, hozir men bilib turdimki, bu yerga chiqish haqiqiy tentakligim bo'ldi. Lekin men aniq ham harakat qilishim kerak do'stlar. Ular o'sha tashqarini egallab olishgan. Shuning uchun men ular tarafdan chiqaman. Sekin-asta boraman. Mana shu tarafdan chiqqanim yaxshi emas edi do'stlar, narigi tarafga olgan. Borib ularni yo'q qilishim kerak, lekin bu juda ham qiyin bo'lyapti. Ular ham otishyapti, ham yo'q qilishyapti. Men uchun juda ham qiyin bo'lyapti.
Hozir ularga ko'rsatadiganini ko'raman. Ya'ni ular hozir ko'radiganini ko'rsataman. Ular meni birdaniga otib tashlashlari mumkin. Ular juda ham bot. Do'stlar, hozir nima bo'lganini ko'rdinglarmi? Internet qotishi deb aybdor qilamiz. Yo'q. Nima bo'lyapti? Dunyo nimadir bo'lib ketdi do'stlar. Nima bo'lyapti? Voy. Do'stlar, men ko'rgan narsani ko'rdinglarmi? Juda dahshatli edi. Mayli, biz hozir bularni unutamiz. Jangga pichoqni o'rtada ushlab olib, kallalaringni yorib tashlayman. Sal g'alati eshitdi-yu. Shuning uchun tezroq jang qilishimiz kerak. Olib qo'yamiz. Yo'q, jang qilish uchun olib qo'yamiz. Hamma to'xtab qolganini sababini tushunaman. Internet qotishi degan narsa aybdor. Qani men mo'ljalga olalaringchi? Yo'q, bu qanaqa bo'lg'ishlar bo'ldi. Qani do'stlar. Bir deganda meni nishonga olishyapti. Do'stlar, bu safar sherik bo'lish kerak nimada? Chunki yutqizib qo'yishim mumkin. Menimcha tepaga qarash kerak. Qani jangga. Yo'ldan yurish aniq to'g'ri fikr. Qani. Yo'q. Dushmanlar hujumi. Titanlar hujumi. Do'stlar, bu nima? Voy. Do'stlar, men umuman tirik qola olmayman. Shuning uchun do'stlar, men hozircha yo'shim kerak ularni xullas. Bu safar aniq yo'q qiluvchi bo'lishim kerak. Bunaqa dahshatli o'yinga qanday chidayman desanglar do'stlar, umuman qiziqib ketmayotgan bo'lsa ham sizlar uchun oxirigacha olib qo'yaman. Endi 6 minut bo'ldi video olganimga, ammo hali ham bu yerda o'yinim tugamayapti. Men shuncha o'ynadim, lekin hali ham 6 minut. Ularni qanday yo'q qilsa bo'larkan? Barakalla bo'ladi. Men bu yerda ostiraman, ozginadan keyin men turganimdan keyin taq etib o'lib qolgan bo'laman. Qani vaqt to'xtagandan unumli foydalanamiz. Mana bu yaramasida yo'q qilamiz. U kezgan yo'llarni ham urib chiqish kerak bir. Chunki u har tarafda shu yerda bo'lishi mumkin. Bunday qilamiz. Voy, ular qayerga ketishdi? Mana senga. Xo'sh. Sen tepadan chiqib bu yo'llardan yurishing mumkin. Voy. Do'stlar, ular meni asabimga tegib tashlashdi. Hattoki bu qanday bo'lishini ham tasavvur qila olmaysizlar. Vah. O'zingni bos. Sherif bo'l. Men sherif bosimda hozir o'ldiruvchi bo'l. Mayli. Teshib chiqmaydi, teshib. Yaramas kamperlar. Nimasi u ham o'ldiruvchiga o'xshash. Xuddi terroritorga o'xshagan. Do'stlar, men haqiqiy kuchman. To'lib, qani hammangga o'lim. Qizillarga o'lim, bittangiz ham olmaysiz, qo'lingizga tushasanlar-ku. Hozir ko'rsataman-da, pichog'im olinsin. Voy do'stlar, ular men haqiqatan asabimni qoqib tashlashdi. Men ularga hozir ko'rsatib qo'yaman. Lekin umuman o'lib ketdim. Shunaqa deb internet qotmasi, ularni yorib tashladim. Men senga. Ular meni asabimga tegib tashladi. O'sha jangda hammasini to'xtatish kerak do'stlar. Voy, bu nima? Kamala ekanmi? Nima? Ikkala uni ham yoqamiz. Qani hammangga tamom bo'ldilaring, qo'llaringni ko'tarlaring. Politsiya keldi. Voy. Yo'qol bu yerda. Yurmani zona. Dunyo shunchalar qimmatmi? Men asabimga tegib tashlashyapti. Qani men tutlaringchi. Men shunchalar baxtiyormanki do'stlar. Baxtiyorligimga chek yo'q. Qani kirchi. Vah.
Bu o'yinga chidab bo'lmaydi. Bu o'yinni reytingini bekorga pasaytirib qo'ymagan ekanman. Kerak bo'lsa yoyib tashlayman bu o'yinni. Va hammani tashqariga chiqib, birma-bir tentak qilaman. Bu yer san zo'r emas. Meni ham zo'r emas ekan. Do'stlar,